Assalomu alaykum do'stlar. O'sha Namanganning Chorsuvdagi Chaoyuki Us xitoyliklar ochgan do'konga kelganmiz. Ichkariga kirib narxlarni birgalikda bilamiz. Turkiyalar 55 ming so'mdan ekan mana. Xitoyliklarning supermarketiga kirganmiz. 55 ming, mana ular 75 ming ekan. Bu yerda krasovkalar 125 mingdan. Hammasi 125 mingdan ekan. Yozib qo'ygan ekan. Mana ulari 185 ming so'mdan ekan bular. Har xil Xitoydan kelgan krasovkalar ekan. Mana ular 59 ming so'mdan ekan. Yangi uzun, lekin yumshoq ekan. Xitoydan kelgan. Mana ular 75 ming so'mdan ekan. Yo'li Spartskalar ham 135 ming so'mdan ekan. Har xil bor ekan. Mana ular 145 ming so'm ekan. Buni kassimchalar 295 ming so'mdan ekan. Qalin ekan lekin. 295 ming so'm. Mana belular 49 ming so'mdan ekan. Mana ular 59 ming so'm, sal qalinroqlari. Do'stlar, bu yerda futbol o'ynagani krasovka, futbolni krasovkalar 149 ming so'mdan ekan. Mana ular 155 ming so'mdan ekan. Mana ular ham 145 ming so'mdan. Har xil bor ekan. Tanlab olib ketavergansizlar. Kachtolar yaxshisi. Mana ular 245 ming so'm.